Oylar bugün 29. qaysi oy? 29 kuni mana. Bukkasida bor. Aka bu tarixiy muhimlar. Lavoshlar mana ertalab saharxo'rlik qiladi. Suv non mana tarvuz. Qorin to'yg'azib bo'lgan. Oramizga bitta begona ham qo'shilib qopti. Qora ko'tarib chiqartali. Orada kimni o'rgangan desam, kimni o'rgangan. Muzrabot tumani Pariqishloq Savolkan mana do'koni. Qurilish mollari do'kon. Qo'rin tarvuzdan shunligini qarang. Lavoshlar sarkardasi.